Assalomu alaykum. Men Azizbek Qurbonov, AK Capital kompaniyasi asoschisiman. Bugun sizlar bilan investorlarga qanday qilib taqdimot, ya'ni pitch qilish haqida gaplashamiz. Pitch qilish har bir asoschining kundalik dasturiga kiritilgan bo'ladi. Mijozlarga, investorlarga, har xil konferensiyalar doirasida korporatsiyalar hamda davlat organlariga loyihangiz qiymatini tushuntirib berishingiz juda muhim jarayon hisoblanadi. Pitch bu taqdimotning bir turi hisoblanadi. Boshqa taqdimot format va turlaridan asosiy farqi uning qisqaligida va tuzilishida. Pitch bir necha xil formatda amalga oshiriladi. 1 daqiqa, 3 daqiqalik va 5 daqiqalik. Ko'pincha sizlarga 1 daqiqalik va 3 daqiqalik pitchlar asqotadi. Shuning uchun ushbu videoda aynan shu 3 minutlik pitch haqida gaplashamiz. Umuman olganda butun dunyo Sequoia Capital tomonidan yaratilgan pitch namunasidan foydalanadi. Va shu namunaga binoan pitch o'rtacha 13 ta slayddan iborat bo'ladi. Boshlashdan oldin bir muhim ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim. Pitch startapning butun hayoti davomida evolyutsiya qiladi, ya'ni o'zgaradi, rivojlanadi. Lekin eng muhimi birinchi qadamni qo'yib, pitch ustida ishni boshlash. Har bir taqdimotdan keyin feedbacklar bilan ishlang. Investorlar, mijozlar fikrlarini inobatga oling. Endi esa har bir slayd haqida siz bilan gaplashamiz. Birinchi slayd, background slaydi. Bozordagi muammo haqida gapirishdan oldin bozor haqida ma'lumot berish lozim. Faraz qilaylik, siz tibbiyot yoki ta'lim sohasida loyiha ustida ish olib boryapsiz. Sizda investorga nisbatan soha haqida ko'proq ma'lumot bo'lishi tabiiy. Shuning uchun investorga bozor haqida qisqacha ma'lumot berish kerak. Masalan, O'rta Osiyoda har yili o'nlab xususiy institutlarga asos solinyapti. Lekin hali ham institutlarga talab yuqori. Sababi faqatgina 30% abituriyentlar oliy o'quv dargohiga kiradi. Shu orqali investor bozor haqida tushunchaga ega bo'ladi. Keyingi qism esa muammo. Xo'p, bozor haqida ma'lumot berdik. Ta'lim bozoridagi muammo nimada? Institutlar talaba jalb qilishda qiynalyaptimi yoki abituriyentlar testlarga tayyorlanishda qiynalyapti? Muammoni har doim mijoz nuqtai nazaridan aytish kerak. Agar muammo institut tomonda bo'lsa, bu narsani yaqqol ko'rsatib, tushuntirib berish kerak. Yechim slaydi. Siz qanday qilib ushbu muammoni yechmoqchisiz? Yechimni bitta gapda ifodalab berish juda ham muhim. Masalan, bizning yechim har bir abituriyent darajasini sun'iy intellekt yordamida o'rganadi va aynan unga to'g'ri keladigan tayyorlov materiallarini video ko'rinishida taqdim qiladi. Endi esa produkt slaydi. Siz yaratgan yechim qanday ishlash haqida tushuntirib bering. Masalan, bo'lajak talabalar siz yaratgan deylik platformani qanday qadamlar amalga oshirish orqali foydalanadi. Birinchi qadam nima? Ikkinchisi va qaysi natijaga erishiladi? Sizning produktingiz konkret xususiyatlari, featurelar haqida ma'lumot aytib o'tish juda ham muhim. Biznes model. Ushbu slaydda siz kimdan va qanday qilib pul ishlashingiz haqida ma'lumot berasiz. Masalan, siz abituriyentlarga oylik obuna sotishingiz mumkin va bir necha xil tarifga asosan ular sizdan xizmat olishlari mumkin. Yoki sizning mijozingiz har bir test uchun sizga pul to'lashi mumkin. Biznes model aniq bo'lishi juda ham muhim. Sababi bozor hajmi biznes modeldan kelib chiqib hisoblanadi. Bozor hajmi slaydi. Investorlarga sizning potensial bozoringiz juda ham muhim. Ya'ni siz xizmat ko'rsatib biladigan abituriyentlar nechta? Va ular hammasi sizdan xizmatni sotib olganda 1 yilda nech pul ishlab bo'ladi? Bozor hajmi yillik dollar qiymatida hisoblanadi. Bozorni 3 qismga bo'lish zarur. TAM, ya'ni Total Available Market. Butun dunyo bozori. SAM, Serviceable Available Market. Bu odatda qanaqadir regional bozor. Masalan, siz xizmat ko'rsatmoqchi bozor bu Yaqin Sharq yoki O'rta Osiyo bozori, balki ikkalasi ham. Shunda shu ikki bozor hajmini yozamiz. Serviceable Obtainable Market. Ya'ni siz tanlagan bozorning qaysi qismini birinchi 1-2 yilda egallab
bilasiz. Raqobat slaydi. Sizdan tashqari yana kimlar ushbu muammoni yechish ustida ish olib borishyapti? Ushbu slaydda siz kirmoqchi bo'lgan bozordagi o'yinchilar bilan o'zingizni solishtirishingiz kerak. Raqobatchilaringiz bilan qaysi xususiyatlar doirasida raqobat qilasiz? Sizning nima ustun tomoningiz bor yoki yaqin kelajakda bo'ladi? Shu savolga javob berish kerak. Shular haqida demak aytib beramiz va raqobatchilar haqida ma'lumot beramiz. Endi so'rov slaydi. Hop, keldik, gaplashdik. Investordan nima so'ramoqchi biza? Investitsiyami? Necha pul bizaga kerak va sarmoya bizni qaysi darajagacha olib keladi? Qaysi natijalarga erishamiz? Pul nimalarga ishlatiladi va puldan tashqari yana nimadir bizga yordam kerakmi? Yo'l xaritasi slaydi. Yaqin kelajakda nima natijalarga erishasiz? 3 yildan keyin loyihangiz qanday tus oladi? Qaysi bozorlarga chiqadi? Qaysi ko'rsatkichlarga erishadi? Ushbu slaydda siz kelajakni investorga sotasiz. Chunki startap ambitsiyalar bilan baholanadi. Jamoa eng muhim slaydlardan biri. Jamoangizda asoschilar va asosiy o'yinchilar kim? Nega aynan siz va jamoangiz ushbu muammoni yechib biladi? Nega aynan siz ushbu muammoni boshqalariga nisbatan yaxshiroq, chuqurroq tushunasiz? Bundan oldin nima tajribaga egasiz va tajribangiz sizning loyihangiz muvaffaqiyatiga qanday qilib ijobiy ta'sir qiladi? Sizga aytib bermoqchi bo'lgan slaydlarim shu edi va unutmang, pitch qilish xuddi suzishga o'xshaydi. Uyda o'tirib kitob o'qish orqali siz suzishni o'rganib bilmaysiz. Pitchda ham xuddi shunday. Taqdimot ustasiga aylanish uchun ko'p martalab har xil auditoriyaga pitch qilish lozim. Sizda yanada kengroq ma'lumot bo'lishi uchun sharhlarda 10 tadan ko'p tayyor pitch decklarga havola qoldiraman. Foydalaning va pitch qilish bo'yicha qora belbog' egasiga aylaning. Kattakon rahmat.